Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. E'tiboringiz markazida Futbol vaqti kanali. Do'stlar, bugun biz sizlarga futbol tarixida takrorlab bo'lmas darajada juda ham chiroyli tarzda urilgan 12 ta eng chiroyli gollar jam olgan videoni havola qilmoqchimiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling va bir savolimizga javob bering. Nima deb o'ylaysiz? Bu gollar tasodifan urilib ketilganmi yoki futbolchilar aqllarini ishlatgan holda mana shunday tarzda super gollarni urishga muvaffaq bo'lishganmi? Biz ko'p cho'zib o'tirmaymiz. Agar siz tayyor bo'lsangiz, biz juda ham qiziqarli bo'lgan videoni boshlaymiz. 12-o'rin. Do'stlar, ko'pchiligimiz jarima to'plarini ajoyib tarzda golga aylanganiga guvoh bo'lganmiz. Lekin Germaniyaning Greuther Fürth jamoalari a'zolari o'ylab topgan mana bu usulda jarima to'pini golga aylantirish uncha-muncha futbolchilarning qo'lidan kelmasa kerak. To'g'risini aytaman, bu gol shunaqangi tarzda ajoyib ijro etilganki, pas beruvchi va so'nggi nuqtani qo'yuvchi futbolchi ham ideal tarzda harakat qilgan. Aynan shuning uchun ham bu gol tasodifan yoki g'aroyib tarzda urilgan ajoyib gollar reytingimizda 12-o'rinni egalladi. 11-o'rin. 2018-yilda Serbiya hamda Boliviya terma jamoalari o'rtasida o'rtoqlik o'yini tashkil qilindi. Mana shu uchrashuvda esa Ivanovichning urgan goli haqiqatdan tarixda iz qoldirgan gollardan biri bo'ldi. Golga e'tibor bering. Golgacha bo'lgan uzatmalarga ham e'tibor bering. Hech qaysi serb futbolchisi to'pni yerga tushirmagan holda harakat qildi va 5-uzatmadan so'ng, 5-uzatma esa qaychi usulida amalga oshirdi. Mana shu super uzatmadan so'ng esa ajoyib tarzda Zidanning ajoyib goliga o'xshagan gol aynan Ivanovich tomonidan kiritildi. Golni mazza qilib takror va takror tomosha qilish kerak. 10-o'rin. Ronaldinhoning super gollari juda ham ko'p, lekin ular orasida 2004-yilda Gaiti milliy terma jamoasi darvozasiga urilgan gol ularning orasida ajralib turadi. Ronaldinhoni to'pni qabul qilib olgandan so'ng qilgan harakatlarga bir e'tibor bering. Tarixdagi deyarli barcha fintlarni amalga oshirdi. Hattoki Zidanning mashhur fint ham amalga oshirildi va 4 ta himoyachi dog'da qoldirib, 5-siga darvozabon ham uxlatildi va ajoyib tarzda bo'sh qolgan darvoza ishg'ol qilindi. Bu gol shunchalik omadli tarzda amalga oshirilganki, bu golni ko'rganingizdan keyin tasodifan gol bo'ldimi yoki Ronaldinho hammasini ataylab qildimi degan savol barchangizni qiynaydi. Aynan shuning uchun ham bu gol reytingimizda 10-o'rinni egalladi. 9-o'rin. Uzoq masofadan kiritilgan gollar tarixda juda ham ko'p kuzatilgan, lekin Malayziya chempionatining Pahang klubi a'zosi Gerald Glongning urgan goli boshqalardan ajralib turadi. Birinchidan, to'pning trayektoriyasi juda ham ajoyib tarzda ketgan. To'p osmon u falakka ko'tarilgan va darvoza to'sini yonginasiga kelib esa birdaniga pastga sho'ng'igan. Xuddi birov tepadan uni pastga urib yuborgandek. Ikkinchidan esa himoyachi Gerald Glong hech qanday uzatmani amalga oshirmayapti. U to'ppa-to'g'ri darvozani nishonga olganiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Yoki haqiqatdan boshqacha bo'lganmi? Bu haqida o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Nima deb o'ylaysiz? Futbolchi uzatma amalga oshiraman deb tasodifan ajoyib gol urdimi yoki uning miyasida gol urish fikri bormidi? Fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. 8-o'rin. Barchangizga ma'lumki, fransiyalik futbolchi Nabil Fekir chap oyoqda harakat qiladigan futbolchilar sirasiga kiradi. U asosan gollarni har doim chap oyog'ida kiritgan, lekin 2016-yilda Lyon tarkibida urgan golini o'ng oyoqda urgan va bu golni juda ham uzoqdan turib urgan. Tasavvur qilyapsizmi? Chapaqay futbolchi o'ng oyoqda maydon markazidan turib mana shunday super gol kiritsa, bu tasodifmi yoki g'aroyib golmi yoki ataylab urilgan golmi? Aynan shuning uchun ham bu gol bizning reytingimizda 8-o'rinni egalladi. 7-o'rin. Shuncha qilganimni deganida bir opa bir necha yillar oldin va juda ham mashhurga aylanib ketgandi. Bu yerda esa Trabzonspor jamoasi darvozaboni himoyachiga aynan shu gapni aytgan bo'lsa kerak. Shuncha qilganimni dabdala qilding. Chunki ko'rib turganingizdek Legiya jamoasi futbolchilari ming chiranmasin darvozabon hamma zarbani qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Lekin yakunda Trabzonspor jamoasi himoyachisi kutilmaganda to'pni qaytardi va qaytarganda ham to'ppa-to'g'ri darvozabonni nishonga oldi va yakunda to'p darvoza to'ridan joy oldi. Nima ham derdik, darvozabonni shuncha qilganini
qilganingcha qilding va mana shunday g'aroyib gol urishga muvaffaq bo'lding. 6-o'rin. Tasodifan, g'aroyib, fantastik, super gol deganda albatta braziliyalik xalq bizning ko'z oldimizga keladi. Bu futbolchi fantastik tarzda urgan super gollar juda ham ko'p. Ayniqsa uning kuchli zarb bilan, albatta kuchli zarb bilan urilgan gollari juda ham ko'p. Ayniqsa Shanghai Sharks jamoasini sharafini himoya qilayotgan paytda urgan mana bu goli ko'pchilikni hayron qoldirgan. Aytishingiz mumkin, oddiy gol. Yo'q, oddiy gol emas. Bu golning zarbaning tezligi shunaqangi fantastik bo'lganki, hattoki darvozabon bu golni kirib ketganini sezmay ham qolgan. Nima ham derdik, xalq o'zining super goli bilan bizning reytingimizda 6-o'rinni egalladi. AKPay telefonlarni sovg'a qiladi. Ilovani tavsifdagi havola orqali yuklab oling va 1-maydan 31-maygacha AKPay orqali oilangiz va yaqinlaringizga Rossiyadan O'zbekistonga istalgan summani o'tkazing va har hafta 2 ta Xiaomi Redmi 13S yoki bo'lmasam pul mukofotlarini yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Telegram kanalimizdagi sovg'alarni esa video ostidagi tavsifdagi havola orqali kuzatib boring. 5-o'rin Cristiano Ronaldo. Albatta bu futbolchi futbol tarixida shunaqangi ko'p chiroyli gollarni urganki, ayrim gollarni takror va takror urishga muvaffaq bo'lgan. Lekin Cristiano Ronaldoni 2016-yilda Real Madrid jamoasi tarkibida Espanyol darvozasiga urib qo'ygan mana bu golini o'zi ko'p marotaba aytadiki, bu golni takrorlashim juda ham qiyin deb. Chunki golni urayotgan paytda himoyachilarni birin-ketin ajoyib tarzda aldab o'tgan va yakunda takrorlab bo'lmas gol urishga muvaffaq bo'lgan. Bu super gol esa bizning reytingimizda 5-o'ringa loyiq topildi. 4-o'rin. Olivier Giroudga o'xshab skorpion tarzda urilgan gollar futbol tarixida juda ham kam. Ayniqsa golgacha bo'lgan vaziyatda Arsenal futbolchilari shunaqangi ajoyib tarzda harakat qilishganki, haqiqiy ajoyib kombinatsiya hosil qilishgan va yakunda esa skorpion usulida Olivier Giroudning urgan goli tarixda qolgan. Hayotgancha bu gol o'sha paytda Pushkash sovriniga loyiq topilgan. Skorpion deganda ayniqsa bizning ko'z oldimizga birinchi bo'lib Olivier Giroudning urgan goli keladi. Shuning uchun ham uning goli reytingimizda 4-o'ringa loyiq topildi. 3-o'rin. Avstriya chempionatida harakat qiluvchi James ismli futbolchi tomonidan urilgan mana bu skorpion gol esa ko'proq tasodifan urilgan golga o'xshayapti. Shaxsan mening fikrimcha, tasodifan mana shunaqa gol urishga muvaffaq bo'ldi. Boshqacha qilib aytganda, futbolchi o'zi kutmagan holda mana shunaqa super gol urishga muvaffaq bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? James tomonidan urilgan gol tasodifan o'xshab qoldimi yoki futbolchi IQ'larini ishga solgan holda, kunlab reja, oylab o'ylamasdan tunlarni bedor o'tkazgan holda o'ylab oxiri mana shunaqa super gol urdimi? Bu haqida o'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Nima deb o'ylaysiz? Gol tasodifan kiritildimi yoki Jamesning kallasiga qoyil qolamizmi? Bu haqida o'z fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. 2-o'rin. Ricardo Quaresmani juda ham ko'p urgan chiroyli gollariga guvoh bo'lganmiz. Lekin mana bu golni Turkiya chempionatida ajoyib tarzda urishga muvaffaq bo'lgan. To'g'risini aytaman, bu gol tasodifan kiritilmagan. Chunki Quaresma to'pni darvozaga yo'llayotgan paytida jarima maydoni ichida birorta uning jamoadoshini ko'rmaysiz. O'ylaymizki, 100% Quaresma IQ'ni ishga soldi va yana bir super gol urishga muvaffaq bo'lgan. Aynan shuning uchun ham bu g'aroyib va ajoyib tarzda urilgan gol bizning reytingimizda 2-o'ringa loyiq topildi. Yana bir bor aytaman, nima deb o'ylaysiz? Bu gol sizningcha tasodifmi yoki ataylab urilganmi? Shaxsan mening fikrim ataylab urildi. Siz qanday fikrdasiz? Bu haqida o'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. 1-o'rin. Futbol tarixida Rabona usulida urilgan gollar juda ham ko'p, lekin Roma futbolchisi Perottining urgan mana bu Rabona usulida ajoyib golini takrorlash juda ham qiyin. Birinchidan, futbolchi bu golni Rabona usulida urdi. Ikkinchidan, futbolchini gol urayotgan paytidagi nuqtasiga e'tibor bering. Shu nuqtadan ham Rabona usulida uryapti va
to'pning trayektoriyasi juda ham ajoyib tarzda chiqdi. Darvozabon esa bu yerda shunchaki ojiz qoldi. Aynan shuning uchun ham bu golni biz birinchi o'ringa loyiq topdik. Albatta reytingimizda o'rinlarga biz o'zimizni fikrimizga tayangan holda o'ringa ajratdik. Sizning esa o'z fikrlaringiz bor. Fikrlaringizni kommentariylarda yozib qoldiring. Sizningcha qaysi gol birinchi o'ringa loyiqdir? Aynan shu haqida kommentariyalarda o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Qadrli futbol muxlislari, o'ylaymizki tanlangan mavzu va video sizlarga manzur bo'ldi. Qani endi menga aytingchi, keyingi videolarda qaysi mavzudagi videolarni ko'rishni xohlaysiz? Bu haqida kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Aytgancha do'stlar, bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Telegram kanalimiz manzilini video opisaniyasida va video kommentariyasida yozib qoldiraman. Futbol vaqtida qoling va siz futbol haqidagi eng yaxshi kanaldasiz. Xayr, salomat bo'ling.